bog'larini ko'rayotgan bo'lsanglar, gap so'z bo'lishi mumkin emas. Masjidda mazza qilib o'tiriladi. Xullas 5 xona, birinchi etaj, sergili do'st deydi. Narxi $96,000. E'tibor beramiz. Mana shu 2 ga 9 balkonni tegan podval ekan. Xullas kirib olgan bo'lsa, bu mana zalimiz, zal remont yaxshi, holat yaxshi, juda ko'pchilikimiz so'rashuvdi. Birinchi etajdan bo'lsin, 5 xona bo'lsin deb. Akamiz barcha jihozlarini tashlab ketyaptilar. Hech nima olib chiqib ketmayman deyaptilar. Qolgan xonalarga ozgina asfalt qilib yuborish kerak. Tak, bu mana kiraverish, darvozasidan kiraverish. Bu koridorimiz, xonalar azzelni, bu yerda bitta xonamiz bor. Tak, holat yaxshi. Bu mana ikkinchi xonamiz. Sanuzel ko'rishimiz mumkin. Va bu mana bitta kichkina zal o'zi aslida. Yotoqxona qilishibdi. Razdelniy sanuzel bo'lyapti. Bu kuxnyamiz, bu ham o'tirib bitta choy ichadigan xona xullas. Kuxnya tak balkonga olib chiqilingan. Okeli 2 ga 9 balkon. Ko'chishga почти tayyor ekanlar, narsalarni yig'ib qo'yishibdi. Uyi tegi podval, mana bu yerda vashcha maza qilib o'tiradigan joyi bor. Tinch joy, ko'chalar asfalt qilingan. Tak, bu yerda mana o'zligisiga qarashli bo'lgan bog'ligisi bor ekan. Xullas, okeli uyimizning narxi $96,000 faqat naqdga sotiladi. Holati yaxshi. 9 qavatli binoni birinchi qavati, 5 xona, 117 kvadrat metr. Bizlarni kuzatinglar, sizlar bilan uncha bolalar, hammaga rahmat.